Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Xatan va Munisa Mamadulla qizi. Bugun sizlar bilan birgalikda ona tili va adabiyot darslari orqali o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish xususida suhbatlashamiz. Mavzuni yoritishda biz quyidagi rejalardan foydalanamiz. Funksional savodxonlik, uning turlari va shakllanish jarayoni, samarali o'qish faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari, ona tili va adabiyot darslari va multimodal o'qish savodxonligi, amaliy topshiriqlar uchun bir qancha tavsiyalar. Demak, mavzuyimizni boshladik. Hurmatli tinglovchilar, mavzuyimizni boshlashdan oldin sizga quyidagi savol bilan murojaat qilmoqchiman. Siz bugungi 21-asr o'quvchi yoshlari uchun o'rganish muhim deb o'ylaysizmi yoki o'rgatishni o'rganishmi? Bilim va savodxonlik o'rtasida qandaydir aloqa mavjudmi? Aynan mana shu savollarga javob topish maqsadida OECD, ya'ni Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotlari tomonidan xalqaro baholash dasturlari ishlab chiqildi. Biz ularga PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS kabi xalqaro baholash dasturlarini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Xo'sh, bu dasturlarni ishlab chiqishdan maqsad nimada? Xalqaro baholash dasturlari doirasida qanday muammolar tadqiq etiladi? Yoshlar kelajak hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarni yengib o'tishga tayyormi? O'quvchilar ziddiyatlar sabablarini tahlil qilish, izlash, aniqlash hamda o'z g'oyalarini taqdim etishga qodirmi? O'quvchilar qay darajada egallagan bilim va ko'nikmalarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladilar? Xalqaro baholash dasturlari ichida PISA dasturi butun dunyoda 15 yoshli o'quvchilarning funksional savodxonligini aniqlash maqsadida o'tkazilib kelinmoqda. Xo'sh, funksional savodxonlik bu nima? Funksional savodxonlik bu bilim, ko'nikma va malakalarni hayotiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli qo'llay olish, muloqotga kirishuvchanlik, muammolarni mustaqil hal qilish, noodatiy yechimlar topa olish, yangi bilimlarni oson o'zlashtirish, mustaqil fikrlash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmasiga ega ekanlikdir. Funksional savodxonlik quyidagi turlarga ajratiladi. O'qish savodxonligi, ya'ni matnni tushunish, baholay olish. Yozish savodxonligi, fikrlarni to'g'ri va izchil bayon eta olish. Matematik savodxonlik, oddiy matematik masalalarni yecha olish, statistik va raqamli ma'lumotlarni tushunish, axborot texnologiyalari bilan ishlash, ya'ni kompyuter va axborot texnologiyalaridan kundalik faoliyatda samarali foydalana olish. Funksional savodxonlikning asosi bu o'qish savodxonligi hisoblanadi, chunki qaysi mavzuga oid bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha mavzuga oid bo'lgan ma'lumotni o'zlashtirish bevosita o'qish savodxonligiga ega bo'lishni talab qiladi. O'qish savodxonligini egallash bizdan quyidagilarni talab qiladi: ma'lumotni o'zaro bog'lash, ma'lumotlarni baholay olish, ma'lumotlarni talqin qilish va o'qilgan ma'lumotni tushunish. Pedagog tadqiqotchilardan biri Svetlovskaya o'qish savodxonligini egallash va funksional savodxonlikni rivojlantirish uchun eng avvalo samarali o'qish faoliyatini rivojlantirish texnologiyalarini egallash kerak ekanligini aytib o'tadi. Samarali o'qish faoliyatini shakllantirish texnologiyalari 3 bosqichdan iborat. Keling, aynan Svetlovskaya tomonidan ishlab chiqarilgan samarali o'qish texnologiyalarining 3 ta bosqichiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bulardan birinchisi o'qishdan oldingi matn bilan ishlash. Bu jarayon matn o'qilayotgan paytda matnga o'quvchilarning e'tiborini qaratish, ya'ni matnning sarlavhasini o'quvchilarga o'qib berish yoki matndagi kalit so'zlarni o'qib berish orqali matn haqida qisqacha o'quvchilarda tasavvurni uyg'otish jarayonini o'z ichiga oladi. Ikkinchi bosqichimiz bu o'qish jarayonida matn bilan ishlash hisoblanadi. Bu jarayon aynan o'quvchilar tomonidan matn o'qilayotgan paytda uning to'g'ri va ravon o'qilishiga e'tibor berish, matndagi tushunarsiz so'z va iboralarga to'xtalib, ularning ma'nolari, tushunarsiz so'z va iboralarga to'xtalib, ana shu so'z va iboralar xususida o'quvchilar bilan mulohazalar yuritish jarayonini o'z ichiga oladi. Uchinchi bosqichimiz bu o'qishdan keyingi matn bilan ishlash jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon o'qib bo'lingan matn ustida o'quvchilar bilan birgalikda bahs munozaralar yuritish, ya'ni matn qismlarini bir-biriga bog'lash va matnni tushunish, matn xususida xulosa hukmlar chiqarish. Aynan mana shu jarayonlar natijasida o'qilayotgan matn o'quvchilar tomonidan o'qishdan keyingi matn bilan ishlash jarayoni. Bu jarayon matn o'qib bo'linganidan so'ng o'quvchilar bilan birgalikda matn ustida mulohaza yuritish, ya'ni matn qismlarini bir-biriga bog'lash, matndagi barcha qismlarni, tushunarsiz so'z, iboralarni tahlil qilgan holda umumiy matndan xulosa chiqarish jarayonini o'z ichiga oladi.
Keling, o'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yordam beruvchi, aynan ona tili va adabiyot darslarida foydalanishimiz mumkin bo'lgan bir nechta topshiriqlarga misollar ko'rib o'tamiz. Bulardan biri bu rangli konvertlar usuli hisoblanadi. Rangli konvertlar usulidan siz ona tili fanida ham, adabiyot fanida ham samarali foydalanishingiz mumkin. Bu usulda o'quvchilarga turli xil rangdagi konvertlar tarqatiladi. Siz bu konvertlar ichiga grammatik topshiriqlar yoki mavzuga oid bo'lgan ma'lum bir hikoya, drama yoki she'r mazmunini ochib beruvchi murakkab topshiriqlarni joylashtirish orqali o'quvchilarga taqdim etishingiz mumkin. Yana bir metodlarimizdan biri bu xotira maydoni usuli hisoblanadi. Siz o'z kreativlik qobiliyatingizdan foydalangan holda bu usuldan turli xil ko'rinishlarda foydalanishingiz mumkin. Masalan, o'quvchilarga audio matnni o'qib eshittirib, mana shu matnni qayta hikoya qilib berish yoki matn yuzasidan turli xil savollarni o'quvchilarga berish orqali va turli xil matn yuzasidan ziddiyatli vaziyatlarni misol sifatida keltirish orqali aynan mana shu mavzuning o'quvchilar xotirasida mustahkam joy olishiga erishishingiz mumkin. Yana bir usullarimizdan biri bu PAMIX metodi hisoblanadi. PAMIX metodi ayniqsa adabiyot darslarida nihoyatda samarali metodlardan biridir. Bu metoddagi har bitta so'z alohida bitta tushunchani ifodalaydi. Misol uchun P pozitsiya, ya'ni men shunday hisoblayman. A asoslash. Siz o'zingizning fikringizni nima sababdan aynan shu fikrda ekanligingizni sabablarini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. M misol, ya'ni fikringizni asoslovchi misollar keltirib o'tasiz. X xulosa, ya'ni o'zingizning fikrlaringizni va asoslovchi misollaringiz natijasida kelgan xulosangizni keltirib o'tasiz. Masalan, adabiyot darsligimizda O'tkir Hoshimovning Urushning so'nggi qurboni hikoyasi keltirib o'tilgan. Keling, aynan mana shu hikoyani PAMIX metodi asosida tahlil qilib ko'ramiz. Siz o'quvchilardan aynan urushning so'nggi qurboni hikoyasi natijasida o'sha davr muhiti haqida qanday fikrdasiz? Mana shunday fikrlashingizga nima sabab bo'ldi? O'z fikrlaringizni misollar orqali isbotlab bering va ana shu misollar va fikringiz natijasida qanday xulosaga keldingiz kabi yondashuv orqali o'sha o'tilayotgan mavzuning o'quvchilar tomonidan chuqurroq egallanishiga erishishingiz mumkin bo'ladi. Bu metoddan foydalanganimizda o'quvchilar faqatgina mavzuni qayta hikoya qilib berishmaydi, balki mavzu yuzasidan tanqidiy va ijodiy fikr yuritishga, ana o'sha davr muhitini tasavvur qilish orqali o'zlari ham fikr mulohaza yuritishga harakat qilishadi. Hurmatli tinglovchilar, yuqorida biz siz bilan ona tili va adabiyot darslari orqali o'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirish xususida suhbatlashdik. Xo'sh, bu mavzuyimiz yuzasidan qanday ma'lumotlarga ega bo'ldingiz? Yuqoridagi topshiriqlardan qanday ko'rinishda foydalanish ma'qul deb o'ylaysiz? Bu haqida o'z fikr mulohazalaringizni yuritasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.